Assalomu alaykum aziz muxlis. Erdo'g'an Putin bilan gaplashdi. Asosiy masalalar Ukraina va Suriya. Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin turkiyalik mavqedoshi Rajab Toyyib Erdo'g'an bilan telefon orqali muloqot qildi. Ma'lum qilinishicha, ikki o'rtada muloqotda Ukrainadagi vaziyat muhokama qilingan. Erdo'g'an Turkiya, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi davom etayotgan mojaroni to'xtatish uchun boshlangan jarayonni diqqat bilan kuzatib borayotgani va har qanday yordam ko'rsatishga, jumladan tinchlik muzokaralarini tashkil etishga tayyorligini aytdi. Qolaversa, Erdo'g'an va Putin Suriya masalasini ham muhokama qilgan. Suriya Arab Respublikasidagi mavjud vaziyatni muhokama qilish chog'ida yetakchilar mamlakatning birligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini ta'minlash muhimligini, ichki siyosiy beqarorligini mustahkamlash, aholining barcha etnik va konfessional guruhlarning qonuniy huquq va manfaatlariga rioya etish maqsadida uning hokimiyati va xalqiga har tomonlama yordam ko'rsatish zarurligini ta'kidlab o'tishdi. Turkiya prezidenti axborot xizmatining bayonotiga ko'ra, Erdo'g'an Suriyaning resurslari Suriya ma'muriyatiga qolishi kerakligini ta'kidlab, Turkiyaning Suriya demokratik kuchlar deb ataluvchi kuchlarini markaziy boshqaruvga bo'ysuntirishligini qo'llab-quvvatladi. Davlat rahbarlari Rossiya va AQSh ekspert guruhlarining Ar-Riyodda bo'lib o'tgan maslahatlashuvlari yakunlari hamda 18 martdan boshlab 30 sutka muddatga Rossiya va Ukraina energetik obyektlariga zarba berishni to'xtatish bo'yicha erishilgan kelishuvni muhokama qilgan.